Kuchichani kecha Gulistondan qaytayotganda yo'lda topib oldik. Ovqat beraman deb to'xtaganimda shunaqangi qaradiki, to'g'risi olib ketishga majbur bo'ldim. Bitta qo'chasi singan, kichkinaligida kimdir sindirgan va shu bo'yicha noto'g'ri bitgan. Hozir endi yaxshiyamki kecha kechqurun doktor vet klinikasi qabul qildi. Rima Nikolayevna vrachga juda ham katta minnatdorman bundan. Hozir endi bu kuchichani privivka qildirdik. Privivka qildirdik, gijalardan tozaladik va vaqtinchalik peridержкаga oz qo'ymoqchi biz. Albatta bunga yaxshi qo'llar, yaxshi uy kerak. Mehribon insonlardan yordam so'rab qolaman. Agarda kimgadir mana shunaqa mehribon, toza, privivka qilingan, emlangan do'st kerak bo'lsa, albatta murojaat qilinglar, chunki uysiz bu ko'chada nobud bo'ladi. Oyoqchasi. Ой, живой кишкиники. Gami mashina urib olib ketyapmiz, endi bilmayman hozir. Klinikada olib joylashtirishga harakat qilamiz. Имя не дали еще. Ванечка.